2020 yilning uchun sotiladi avtomat korobka sakadiskada boshlangan tonirovkalarigacha bor. Motor ходовой, hech qanaqa ishi yo'q. Korobkalari bo'shim zo'r. Balon holatlari bir 3-4 oy yana xizmat qilaveradi. Salon qismi bitta chiroyli mo'yka so'rayapti mashina. Hop. Polik qilingan. Chexol qilinishi kerak, bari bor. Hop, patolog qismlari mana chotki turibdi. Motor holatlari. Hop, 3-pokoleniya metani propani bor buni. ABS, konditsioner ham yo'q joyida. Akkumulyator yangi. Ha, 3-pokoleniya metan ekan uzr. Orqa holatdan ko'rinishi. Boshamiz 8,5 ming baho aytilyapti. Ozmoz o'tib beriladigan joyi bor. Qiziquvchilar 95 kodi bilan 13377 ga aloqaga chiqa olasizlar. Boshamiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida turibdi. Faqat o'tkazib olish kerak, generalniy chiqmaydi.